Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Mən qardaşlarımla birgə bugün bu YouTube'dan naq meydan tartış usulunu akşam akşam sanımız Güli Maqsud Kanadadaki şu sanımız nang yetekçiliği bilen biraz köstüp ügütüp koygan boldy. Şoňa bilen bir sınaq bakay. Men utul naq meydan kılmaya asasda elden eli bilip, hani kendi resim kıstırış ve başka kereklik nimelerni kıstırıp bolgandan keyin andan kılatdım. Bugün eee, başka şekilde kılmaylam sınaq bolganlygy üçin aldan haber bermeýlam. Bu kanalımda tünji hytym bir takyp bakay. Akşam ügengen bilimlerimni bir emniyetli bir ütküzey diýen şekilde. Bekildim asosiýetini ügengenlerimni işletken boldum dedim. İsmimni yazdım. Bugünkü nimenin temasy Tünji Naq Meydan. Onundan keyin astyga hat yazdım. Aýna garyndaşlar kanalyma äza bolanlar, tarkyp goýanlar dep. Çünki bunu diýişimizki, täkitläp duruşymyzga sebäp bu garyndaşlarymyz tünji görgen garyndaşlarymız boldy. Bäzi garyndaşlarymyz körüp unutup galdy. Baş barmagyny çykyryp goýan diýimiz. Anandan keyin garyndaşlar takyp goýan diýimiz. Bizning özümizning çeklik alaqy takytyş daýrymyz bolganlygy üçin başga garyndaşlarymyzda galan bizni gollaýdan garyndaşlarymyzyň zenjirsimon şeklinde takyp biriş bilen bu köplegen garyndaşlarynyň aldygy bardy. O garyndaşlarymyzyň alaqy körüp bunundan behirman boludy. Şoňa şoňa takyp goýuşny jyk täwsiýe kılıp jigilep gide gaýrymyz şu. Anadan başga hem bu meselen biz bu YouTube işleriga kirişgile tegeber iş güçlü bolup kaldy. İş güçlü jerýanda nurgullygan tejribelerni, nurgullygan eee, sabaklarny egelleyen bolduk. Şu jerýanda özümiziň bilgilerini bir garyndaşlarymyz bilen ortaklaşyş üçin şu Güli Maqsud sanymyzyň ýetekçiliginde bir YouTuberçylar kluby dep bir klub kuruldy. Ondan da Facebook'ta bir sehip açtık, WhatsApp'ta bir grup kurduk. Buna nurgun garyndaşlarymyzy jygyp ekilip, bir ýerde biz özümiziň özara pikirimizni, özara bilmegen ýerlerimizni, aneken tejribe subaklarymyzy ortaklaşyp, başka ýeňi kirgen, kılıbatgan garyndaşlarymyzyň özüri uçurgan meselelerni we kandak bäzi bir işlerini, bäzi bir tejribelerini ortaklaşyp tehem ýaxşy şekilde biz bangan, biz hata meňep kalgan ýa-ki bolmasa togrumaga ýollarny gaýta besişniň orny ýok. Tejribe subaklarymyzy ortaklaşsak, hemmemiz şu tehem ýaxşysyny kılışga, tehem o wagt jähetden bolsun, her jähetden ukutuşga körünlik paýdasy bolýan. Hem nurgun biz bilmegen närselerini başgalardan ügünüş pursatymyz boldy eken. Bu arkaly pekat bir-birimizge ügütüş we ügünüş. Bu şoňa bu şekilde klub digen başka şekilde mäna anlanmasyn garyndaşlarymyzga. Onuň üçin men hazır garyndaşlarymyzdan mana bizning klubdaki garyndaşlarym baňa başta Güli Maqsud, Ferhat garyndaşym hemmisi maňa mana uçur ýollapdy. Şuna okşayan şekilde hani birbirimizi bu şekilde kollaydı dikenmiz, hani birbirimizi ügünü dikenmiz. Ben onu akşam ügengen usulümü bilen qarindaşlarym bilen ortaklaşdym. Demek bunun keyinki bu bizning asaslyk çykyşyny kılıp nememiz nima deseňler qarindaşlar bu YouTube. Mesela ihsasynaş qarindaşlarymyz özüniň ihsas jihetdeki bilimini berýärdi. Doktorlarymız özüniň doktorluk sähädeki kesbi jihetdeki närselerini berýärdi. Muzikantlarymız muzikasyny berýärdi. Nakşçylarymız nakşçylar berýärdi. Ölümalarymız şu özüniň dinni tabliklaryny ekran arkaly insanlara ýetkizýärdi. Alimlerimiz, professorlarymız, siýasetçilerimiz ýa-ki bolmasa siýasy aktivlerimiz şu degende özüniň garaşyny, Xitayga tagabul duruş usullaryny, halkyny ýetekleşni, terbiýeleşni şu ekran arkaly. Bu bugünkü günde hazır hem Xitay virusu bütün dünyanı kaplap bizning başka yerlerge iştik şekilde berip katnışymyz ýa leksiýa urlaşdyrışymyz ýa bir insanlaryň bir ýerge toplaşymyz şu çeklimge uçurap mezgilde ötken ýyldan başlap mana YouTube'nyň görülüş nimesi munaýyt işip ketdi. İnsanlaryň bu YouTube arkaly kanal açıp bir näse ýollaş nimesini tehimi açdy. Demek 2005-nji ýyly kurulgan YouTube 15 ýyldan keyin taryhda rekordny yaratdy diýildi. Çünki bunundan keyinki
insonlarning mayli zamonning taraqqiy qilishiga erishib, insonlarga xizmat qilish bo'lsin va yoki ma'u 5G, 6G davatimiz u chiqqandan keyin insonlar texmi tez suratda torning sur'atining tezligida ishxon uyga olmaylam, ishxonga olmaylam, uyda o'tiriblam dars so'zlaydigan, uyda o'tiriblam xizmat ilib bora oladigan seviyaga yetkazadi. Şuna bilan qanday bo'ladi deganda taraqqiyot texmo yalaqa insonlarning mau video yoki bo'lmasa mushundaq shaklda tor orqali uchrashish va yig'in o'tkazish va savdo aloqa qilish texmo o'tgan yildagi o'sha kargoning taraqqiyoti bilan to'rda ilm setishninmi taraqqiyoti yuksak bo'ldi. Shunga insonlar uyda o'tiriblam yanchiqda pul bor, talaga chiqib hajlayolmaydi. Chunki kasallik aholidan jiroq yerga borolmaydi. Unga qanday qildi? Yaxshi ko'rgan narsalarni internetdan ko'riblam aldıgan narsani ilib. Hattoki bizmi bir necha oy yemak-ichmaklarimizni hatto to'rdan setib ilib uyga kelib berdi. Demak nima deganda insonlar texmi qulaylikni, texmi osonlikni, texmi nima bo'lishini orzu qiladi. Orzu qilgandan keyin nima bo'ladi? Bu nima bilan bo'ladi desanglar, o'sha internet orqali bo'ladi. Demak, gapimni yig'inchoqlaganda qarindoshlar, buningdan keyingi yuzlanishimiz, ya'ni 10 yil, 15 yildan keyingi hammaning umumlashib ketadigan ish nima desanglar, ekran orqali xizmat qilish va bir shaklda o'zining mayli ilmining zakatini bersin deymiz, mayli o'zining bilgini o'rtoqlashsin deymiz. Bir shaklda insonlar mushu ekran orqali ish ilib bora oladigan va buning umumlashadiganligini nazarda tutib davatimiz. Taraqqiyot mushu shaklga ilib boradi. Hozir mana ko'ryapmiz aynan şoförsiz avtobuslarning, şoförsiz taksilarning maydonga kelishi va buning taraqqiyoti 10 yildan keyin şoför va qatnash qurol topolmaymiz qarindoshlar. Poyezdning avtomatik nima deydi? Taksichilar shunday bo'ladi. Ommaviy qatnash avtobus deymiz va yoki boshqa qatnash qurollarimi asosiyatdan şoförsiz bo'lib ketadi. Bizning Shvetsiyada mana ko'cha avtobuslarini sinab qilyotdi ba'zi bir rayonlarda. Kichik shaklda tokliq shakldagi şoförsiz nimalarni qatnash qurollarini sinab qilib mayli ko'cha avtobuslari mengayotdi. Demak, yana 10 yildan keyin qarindoshlar, 10 yilga qolgan mayonlarimizni ataqsa ko'tarilmaymiz. Mana qo'limizga bilezikdeklar bo'lib ketadi. Soat qaragandek yoki bo'lmasa sho'l tushgandek shaklda harakat qilib ketamiz. Taraqqiyot shuni qarab ketib. Shuning uchun bizning bugungi kunda YouTube'ga markazlashtirish, YouTube'da bir şekilde iş faaliyetlerimiz, mayli ticaret mahsulotlarimizni YouTube'ga kirib sotaylik, mayli o'zimizning bilgan siyosiy ko'z qarashlarini ifodalaylik yoki o'zimiz bilgan mayli abamdagidek iqtisod bo'lsin, doktorlik bo'lsin va yoki xalqimizga foydali bo'lgan, xalqimiz yo'liqayotgan va uningga javob tepish qiyinlayotgan yoki javobni keng doirada topolmayotgan masalalarga nisbatan buni YouTube kanallari orqali chiqib tepish, degizish bir şekilde. Hatta bundan keyin namoyishlarni bunda u yer bu yerda jumasligimiz mumkin odam to'plashib. Qilayotgan ishimiz mayli Twitter'da bo'lsin, mayli YouTube'da bo'lsin, mayli Facebook'da bo'lsin, mayli ijtimoiy tarmoqlarningki mushu video shaklida orqali o'zimizning noroziligini va o'zimiz Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni mushu shaklda anlash orqali jamoat fikr to'playmiz. Chunki insonlarni siz siyasetçilerini ya siyasetle şug'ullangan Twitter'dan topalaysiz. Umumida o'zining xo'shalligi va o'zining shaxsiy so'zsitik va yoki fikrlarini o'tirib qo'yadigan insonlarni Facebook'da topalaysiz. Instagram'da yoshlarni topalaysiz. O'zining rasmlarini, o'zining bir xo'shal bo'lgan ish harakatlarini ifodalashlarni Instagram'da topalaysiz. Shunga o'xshagan shakldagi ashunda bir YouTube tutuyorsanız YouTube'da üzerinde videoluk şekilde yoki bo'lmasa oshpazlikdan ders versin, yoki bo'lmasa bir narsa o'rgatsin, bir hunar o'rgatsin, yo qurol yaroqni yutishni o'rgatsin deymiz. Her şekildeki narsani o'sha YouTube'dan darsligini topalaysiz, o'rganishni topalaysiz, o'qituvchini topalaysiz, hammasini topalaysiz. Shuning uchun bu cho'ng bir kanal, cho'ng bir munbar biz uchun. Biz bundan o'zimizdagi loyiq shaklda abonentmi topalaymiz, ha o'zimizning fikrini loyiq shaklda tarqatalaydigan bir munbar hosil qila olamiz. Shuning uchun bizning YouTube'ni tavsiya qilib ketib qolganligimiz, YouTube'da mayli naq maydon shaklida bo'lsin, mayli oldin ilib tortish bo'lsin, insonlarga bir narsani berish shaklida. Biz xalqdan doim bir narsani olishni oldin so'raymiz. Unda bo'lmaydi. Avval xalqqa berish. Bergandan keyin, andan keyin xalq unga qata javob beradi.
Demek nima deganda bu yerga bir o'qish tushib oldu qarindoshlarım. Demoqchi bo'lganimiz biz o'zimizning o'rgangan bilimi bo'lsin, o'rgangan hunari bo'lsin, o'rgangan yaxshi bir shakldagi ortiqchiligimizni mushu ekran orqali ifodalasak. Masalan, ba'zi qarindoshlarimiz o'zi ekranga chiqolmaydi. Ovoz orqali suratlarni boshqa narsalarni qistirib qo'yib turib qiladi. Hozir masalan, men oqshom o'rgatgan shaklda hozir men miyaga boshqa ekranning oldiga mani qistira oladi ekanman mana. Hozir men mani tashlab tushirib qo'ya qoldim. Hozir mani qilib qo'yib turib, yoki bo'lmasa bir 30 sekundlik nimani tiqib to'xtatib qo'yganim bo'ldi ekan masalan. Demek bana bir şekilde Avstriyada qanday shaklda to'xtatib qo'ya oladigansiz, ham o'zingizning rasmni qistirib qila oladigansiz, ham qilak manaliqi bir ma'nilik narsalarni unimi chiqarib qo'ya oladiganmiz qarindoshlarim. Demak, nima deganda bu bir YouTube'dagi bir qurollarni ishiltish. Buni hammadan bir o'rganib, buni qilmasa, uni hammaga bilib ketgan bo'lmaydi ekan qarindoshlarim. Bular bizdek yaxshi o'nglab qolgan odamlar texnik ta'sir qildi ekan, shunlashqa biz yoshlarimizni orqali bir narsalarni o'rgatib qo'ysam, işte xo'shallab ketdi ekanmiz. Xo'shalligimizni ham har birlari bilan tang o'rtoqlashar ekanmiz. Shuning uchun qarindoshlarim 10 minutdan eshibdi. Bugun tunji kuni o'g'achqa har birlariga o'zimning bilgan uchurlarini va yoki bugungi bu naq maydonning to'g'risidagi va YouTube to'g'risidagi ba'zi uchurlarni qisqa shaklda bir sungan bo'ldim qarindoshlarim. Gibimizni shundoq oz va soz qilganimiz nihoyatda yaxshi bo'ladi deyman. Chunki buni ko'rguvchilarning qimmatlik vaqti va to'r sarfiyatini o'ylashimiz qolmaydi. Ham gapni oz soz qilsak, anglovchiga yaxshi, so'zlug'ichiga yaxshi. Shuning uchun bugun bir yerda oxirlashtirmoq qarindoshlarim. Inshaalloh men buningdagi programmalarimda inshaalloh buni men taxmin yaxshi o'rganib bo'lgandan keyin qarindoshlarimni taklif qilib ochqalaydi ekanman. Ba'zi qarindoshlarimni men shu biz bilan tang, men bilan tang studiyamga taklif qilib, har xil soatdagi, har xil kasbga qarindoshlarimni so'zga taklif qilib o'rtoqlashishni o'ylashyapmiz. Inshaalloh buni xohlaydigan, buni nima qilgan qarindoshlarim mening shu YouTube kanalining ostida mening aloqa nomerlarim bor, WhatsApp nomerim bor. Bu orqali aloqalashib bo'ldi va biz qisqa uchur yozib aloqalashsin bo'ldi. Qanday shaklda bo'lsa men bilan bevosita aloqa qilisha olasizlar. Mening Facebook'dagi, Twitter'dagi, Instagram'dagi ham ismimni bilan alla shaklda buloqliq qarindoshlarim. Men bilan har xil shaklda bir tez holatda aloqalash imkoniyati bor. Shuning uchun agar shunday bir suhbat qilishni xohlaydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, oldin bir kelishib, deyishib, qaysi mazmun qanday vaqtda deyishib chiqamiz, kelib qilsak turadi. Şu an her birlariga bu uchurlarni beray dedim qarindoshlarim. Hammanglarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.